Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bu ko'chmas mulk dunyosi va tomosha qilayotganingiz Uymi-uy loyihasi. Bugun biz O'zbekistonda emas, bugun biz Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahridamiz. Xususan, aynan hozir biz Dubay Harbor lokatsiyasidamiz va bugun sizlarga juda ham chiroyli bo'lgan duplex formatdagi aynan binoning 65-qavatida joylashgan juda ham chiroyli xonadonni obzor qilib bermoqchiman va videoni oxirigacha ko'rishingizni maslahat beraman. Nima uchun unaqa davom? Chunki ko'ryapsiz, pardalarni bekitib qo'yganman va oxirisida bu juda ham chiroyli bo'lgan uyimizning balkonini ko'rib, nima uchun narxi bunaqa ekanligini tushunib yetasiz. Chunki bu vidlar, ishonavering, sizni haqiqatdan ham qoyil qoldiradi. Kimdir buni duxoba, kimdir buni baxmal deydi, lekin qanaqa nomlanishidan emas gap uni yumshoqligida, gap uni komfortliligida. Bu yoqqa kofechalarni qo'yib, o'zingiz $1,000,000 muhokamalaringizni shu yerda hal qilishingiz mumkin yoki mana bu Roberto Cavallini yumshoqqina, bu sholkmi deyman, juda ham yumshoq, silliq ekan. Shu yerda o'tirib olib, tigroy mana bunaqa yostiqlaringiz ichiga cho'kib ketib, televizorda tomosha qilib, Dubay manzarasidan bahramand bo'lishingiz mumkin. Va mana bu yerga o'tadigan bo'lsak, bu yerda mehmonlaringiz bilan o'ziga xos dunyo oshxonasidan maza qilib bahramand bo'lib, eng qimmatbaho bu yerdagi idish-tovoqlarni ting qilib qo'yib, siz shunaqa bir $1,000,000 masalalarni chiroyli qilib muhokama qilib qo'ysanglar bo'ladi va ko'ryapsiz, bu yerda hamma narsaga chiroyli podxod qilishga harakat qilishgan. Bu yerdagi shamlardan tortib, mana bu ko'rib turgan chiroyli gulinglargacha hammasi o'ziga xos unikallik berib turibdi va aynan tarelkani tagidagi mana bu tillarang podstavkalarga ham ahamiyat beringlar. Hammasi haqiqatdan ham aynan roskosh, lyuks berishga harakat qilgan. Dizaynerskiy podxodga ahamiyat berib qo'yinglar. Bu yoqda juda ham ko'p siz sher, tigr, pantera, ot shu kabi o'ziga xos aynan hayvonlarni statuetkalarini, art installyatsiyalarini ko'rishingiz mumkin. Aynan Roberto Cavalli o'zi shunaqa derskiy stil bilan, biroz yorqinroq ranglar bilan mana shunaqa lyuks detallarni ko'rsatishga juda ham harakat qiladi va bu yerdagi o'simliklar haqida endi gapirib o'tirishim shart emas. Haqiqatdan ham gullar, bu yerdagi daraxtlar uyga o'ziga xos effekt, o'ziga xos vid berib turibdi va mana shu ko'rasizlar, devor bilan bir xil bo'lib ketgan eshikdan endi ichkariga kiradigan bo'lsak, bizni do'stlar keyingi zona kutib oladi va bu zonamiz oshxona. Zaldan kirib kelar ekanmiz, o'ng tomonda bizni oshxona kutib oladi. Erta tongdan mana bunaqa qimmatbaho chiroyli idishlarga desertlarni taxlab qo'yib, yaxshi ko'rgan insoningiz yoki o'zingiz mana bitta nonlarni kesib, bu yerda esa o'zingizga ovqatlarni tayyorlab, choylar yoki kofelarni tayyorlab qo'yib, mana shu manzaradan bahramand bo'lib, asta-sekinlik bilan ovqatlaringizni qo'lingizga olib yoki mana bu yerga o'tirib, barni stulda ovqatlanishingiz mumkin yoki mana shu devor ortida miniatyurniy chiroylikkina o'tirib, shu yoqda ham ovqatingizni tanovul qilsangiz bo'ladi va bu asosiy bizning kuxnya qismimiz hisoblanadi. Aytib o'tganimdek, videoning boshida bu duplex variantda mana bu zinalar orqali biz ikkinchi qavatga ko'tarilsak bo'ladi va mana bu yerga ketadigan bo'lsak, biz birinchi aynan yotoqxonani ko'rishimiz mumkin bo'ladi va mana bu eshiginglarni ko'rib turgan bo'lsanglar, aynan boya aytib o'tgan podyezdimizdagi ikkinchi kiraverish aynan shu tomondan bo'ladi. Undan oldin esa kelinglar sizlar bilan do'stlar, biz mana shu uyimizning umumiy sanuzilini sizlarga bitta ko'rsatadigan bo'lsak, bu yerda dush yoki vanna yo'q, bu gostivoy formatida ishlaydi. Kelib turib, qo'llarni yuvib, ehtiyojlarni bajarib olgandan keyin kirib, mehmonlaringiz bilan bemalol qolgan muhokamalarni qilishingiz mumkin. Endi esa birinchi qavatimizda joylashgan master bedroom haqida gaplashadigan bo'lsak, biz spalniyaga kirib kelar ekanmiz. Chap tomonimizda bizni chiroyli bo'lgan kattagina garderob kutib oladi. Garderobga barcha kiyimlaringizni qo'yishingiz mumkin. Hamda ichkariroq o'tadigan bo'lsak, bizda ko'proq va bo'shroq hudud bor va ko'rib turganingizdek mana bunaqa podstavkalarga turli xil aksessuarlarni qo'yib, chiroyli qilib qo'yishgan. Bag'riga ham dizaynerskiy podxodchi insonning qalbini ochadi va asosiy yotoq zonasi bu yerda bo'ladi va bu yotoqxonani menga eng yoqqan tomoni do'stlar aynan sanuzil bo'ldi. Chunki sanuzil haqiqatdan ham o'zingizni yolg'iz, o'zingizni xotirjam his qilishingizga yordam beradi va ahamiyat bergan bo'lsangiz, yotoqxonada aynan более приглушенный svetlar, limon rangdagi yorqinroq, ya'ni ochroq ranglardan qochishga harakat qilinganda va bu yoqda приглушенныйroq, qoraroq va спокойныйroq ranglar bilan sizni uyqungizni chaqiradigan ranglardan
va sizni uyqungizni keltiradigan spokойный ranglardan foydalanishga harakat qilishga. Demak, biz hozir koridor bo'ylab yurib kelar ekanmiz, yana bitta garderob ko'rishimiz mumkin va bu yerda garderob endi kengroq va kattaroq. Tabiiy holat sizni yoki yaxshi ko'rgan insoningizning kiyimlari ko'proq bo'lishi mumkin. Shuning uchun bir kishi uchun u yerda va bir kishi uchun mana bu yerda garderob bor. Endi esa haqiqiy go'zallik va haqiqiy do'stlar chiroy tomon o'tamiz. Bu uyning eng go'zal qismlaridan bittasi mana bunaqa Instagramni vanna penkalar bilan to'ldirib qo'yib vannani yotib 65-qavatdan mana bu manzaraga bitta qarab maza qilib yotishga nima yetsin. Undan tashqari o'rtoqlar bu yoqdan siz balkonga chiqsangiz bo'ladi va mana bu yerda 2 kishi uchun rakovina, bu yoqda dushovaya kabinka va mana bu yerda o'zini tualeti bor. O'rtoqlar, nima deyapti? Dizaynga o'zingizlarning fikringlarni bitta yozib qoldiringlar. Endi esa yuringlar, ikkinchi qavatdagi yotoqxonani ham bitta ko'ramiz. Yotoqxonaga kirishingizdan oldin mana bu yerda sizni yana bir zona kutib oladi. Bu zonada siz o'tirib, barcha hayot muammolaridan, hayot shovqinlaridan xolis bo'lib, mana shu yerda ishlaringizni bajarishingiz yoki o'zingiz hordiq chiqarishingiz mumkin va ikkinchi qavatga ko'tarilishimiz bilan biz ikkinchi yotoqxonamizga endi o'tamiz. Sizlarga endi keyingi yotoqxonani ham bitta ko'rsatdik. Bu yoqni ham sanuzil o'ziga xos, ishoninglar. Ikkinchi qavatimizdagi yotoqxona ham joylashuv tomonlama va barcha narsalarni turganligi tomonlama bir-biriga o'xshab ketishi mumkin, lekin bu yerda ba'zi narsalar biroz farq qiladi. Mana misol uchun, ikkinchi qavatdagi garderobimiz biroz chuqurroq joylashgan. Birinchi qavatimizda mana bu yerdan garderob boshlangan bo'lsa, bu yerda ichkariroq kirsangiz, yana garderob zonasini ko'rishingiz mumkin. O'zini albatta podsvetkalari bilan birgalikda va alohida devordagi aboylarga alohida bitta ahamiyat berib qo'yinglar. Endi men bu oltin rangdagi dizaynerskiy chiroqlar haqida gapirmasam ham bo'ladi. Pardoz andoz zonasi, bu yerda pufikda o'tirib o'zlariga oro berishlari mumkin bo'ladi va ichkariga endi kiradigan bo'lsak, bu yerdagi sanuzilimiz biroz farq qiladi va bu yerda kattagina dushovaya kabinka bor, oynalik, prozrachniy. Bu yerda esa tualet va ichkariroq o'tadigan bo'lsak, bu yerda biz ikkita rakovinani ko'rishimiz mumkin va bu yerdagi aynan vanna oynaga yana ham yaqinroq qo'yilganligi sabab bu yerdan manzara yana ham chiroyliroq ochiladi va endi meni fikrim bo'yicha bu uyimizning fishkasi, aynan manzarasi haqida gaplashsak, yuringlar balkonga. Va bu go'zal uyimizni nima uchun millionlab dollar turishini asosiy sababi aynan mana shu manzara bo'ladi do'stlar. Biz hozir Dubai Harbordamiz. Mana bu yerda yaxt klublar, mana bu yerda parashyutdan insonlar maza qilib maroq bilan sakrashyapti. Blue Waters ko'rinib turibdi, Palma ko'rinib turibdi, Atlantis The Royal ko'rinib turibdi, oldinda dengiz ko'rinib turibdi va haqiqatdan ham o'ziga xos manzara o'rtoqlar. Va mana shu kabi go'zal va mana shu kabi o'ziga xos bo'lgan uylarni siz ham aynan qiziqqan bo'lsangiz xarid qilishingiz mumkin. Hozir juda ham bir zo'r taklif va loyiha haqida gapirib bermoqchiman. Aynan shu hududni o'zida va mana shu vidni aynan saqlab qolgan holatda mana bu yerdan xuddi shu turdagi hozirgi kunda uylar qurilyapti. Ular 2027-yilning oxirsida birinchi etapi va 2028-yilning boshida ikkinchi etapi qurilib bitadi va siz uni bugungi kunda qulay shartlarda do'stlar bo'lib to'lashga aynan Dubaydan investitsiya uchun xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Agar sizga mana shu kabi go'zal, o'ziga xos bo'lgan va Roberto Cavalli mebellari bilan, tayyor mebel texnikalari bilan uylar kerak bo'ladigan bo'lsa, Dubayda bizning ishonchli hamkorlarimiz bor. Ularga bemalol aloqaga chiqib, ular bilan bog'lanib, Telegram, Instagram yoki telefon orqali bog'lanib, yoki Dubayga kelib yoki Toshkentning o'zida siz o'zingizga yoqqan juda ham ko'p turdagi xonadonlarni tanlab xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Va do'stlar, albatta videoni qo'llab-quvvatlang, unga like bosing va obuna bo'lish tugmasini esingizdan chiqarib qo'ymang. O'zi bu yoqdimi sizga? Albatta, izohlaringizni ham kutib qolaman. Ko'rishguncha.